Homiladorlarga quruq yo'talga nimadir eting. Sholg'omni qaynatib suvini iching. Xo'p deng. Ishoning, mana o'ng qo'lim. Yosh bolalar bo'lam, boshqasi bo'lam. Yo'talyapsizmi? Endi usullari ko'pda yo'talni qaytarishdi. Iltimos, sholg'omni qaynatib suvini iching. Hozir savol ber, qanchadan ichilish kerak? Qorningizga siqquncha iching. Keyin yana savol beriladi, necha mahal? Ertayu kech iching kerak bo'lsa. Tushundingizmi? Agar bolalarga bera olsangiz, bering. Eringizga bo'lsa, eringizga sholg'omni o'zini bering. Zo'r bo'ladi. Ishoning, chunki sholg'om belni quvvati, ya'ni qog'ozga o'rab gapiryapman. Belni quvvati sholg'om. Sholg'omni qirg'ichdan o'tkazing. Sholg'omni qirg'ichdan ozroqgina tovaga ilitib oling. Ya'ni skоворodka deyiladi ruschasiga. Ilitib oling. Belingizga, oyog'ingizga, qayeringiz yaxlab og'riyotgan bo'lsa, g'ichir-g'ichir belingiz radikuli shamollash, nerv shamolladi. Qo'ying ichiga olib. 1,5 soat tursin, rosa qizdiradi. Qayeringizni qizdirmoqchi bo'lsangiz, sholg'omni salgina ilitib olib bog'lang. Lichemdan повязка qiling. Tushundingizmi? Agar bolangizga ichira olsangiz, ichiring, yo'tal to'xtaydi. Xudo xolasa. Agar asalga allergiyangiz bo'lmasa, ozroq shirinlashtiring. Sholg'omni qaynatayotgan payt ichiga nima solishingiz mumkin? Aytaymi? Anjir va behi. Yana дополнительный informatsiya sizga. Menga desa, ozroq piyozdan ham qo'shib yuboring. Bo'lmasa piyoz po'slog'ini. Tamom. Tarqatib qo'ying yo'talib yotganlarga.